Hazreti İsa ulağı yana. Bilib qoyunlar ki, bu yerda tuğanlarning ba'zilari Xudoning podshohligining kuch-qudrat bilan ayon bo'g'inni ko'miguncha o'lmaydi. Olti kundan keyin Hazreti İsa faqat Petrus, Yaqub va Yuhannanla ilib egiz bir toqqa chiqdi. Bu yerda Hazreti İsa'ning qiyofati ularning ko'z oldida o'zgardi. Kiyimlari ko'zni shunchalik qamashtig'idek oppoq bo'lib ketdiki, dunyodagi har qanday oqatqichmi kirni unchalik oqartolmaydi. To'satdan shogirdlarga İlyas payg'ambar va Musa payg'ambarning Hazreti İsa bilan so'zlashayotganligi ko'rindi. Petrus Hazreti İsa'ga, "Ustozim, bu yerda bo'g'inimiz nima degan yaxshi? Biri sizga, biri Musa payg'ambarga, yana biri İlyas payg'ambarga deb bu yerga uch gapi yasayli" dedi. Petrus nima deyishni bilmay qolgan edi. Chunki shogirdlar nihoyat qo'rqishib ketgan edi. Shu asnoda bir parcha bulut paydo bo'lib, ularni qoplab oldi. Bulutdan Xudoning, "Bu mening suyimli o'g'lim, uning so'ziga quloq solinglar" degan ovoz keldi. Shogirdlar shu an atrofiga qarashdi. Lekin yanida Hazreti İsa'dan boshqa hech kim ko'rinmadi. Tog'dan tushib yetib, Hazreti İsa shogirdlarga inson o'g'li o'limdan tirildirilmaguncha ko'rganlarini hech kimga tinmaslikni buyurdi. Ular Hazreti İsa'ning so'zini ko'ngliga pukib, o'limdan tirilish deganning ma'nosining nima ekanligi to'g'risida o'zaro fikrlashdi. Shogirdlar Hazreti İsa'dan yana Tavrat ustozlari nima uchun İlyas payg'ambar qutquzuvchi Masih kelishidan avval qaytib kelishi kerak deyishdi deb so'rashdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Albatta, İlyas payg'ambar cho'qim qutquzuvchi Masihdan avval kelib, hammani qelipiga soldi. Undaqda muqaddas yozmalarda inson o'g'li ko'p azob oqibat chekidi va rad qilindi deb puturguniga qandoq qaraysizlar? Bilib qo'yinglarki, İlyas payg'ambar haqiqatan keldi. Va xuddi muqaddas yozmalarda u haqida yozilgandek, kishilarning uningga qilmagan eskiligi qolmadi." Ular boshqa shogirdlarning yeniga qaytib borganida nurg'un xaloyiqning ularning atrofiga olishib olganligini, birmuncha Tavrat ustozlarining ular bilan munozirlashayotganligini ko'rdi. Xaloyiq Hazreti İsa'ni ko'rib, intayin hayron bo'lishdi va yugurib kelib, uning bilan salomlashdi. Hazreti İsa shogirdlaridan, "Ular bilan nima to'g'riliq munozirlashyapsizlar?" deb so'radi. Ko'pchilikdan biraylan uningga, "Ustoz, men o'g'limni sizning oldingizga elib keldim. Chunki uningga jin chopishib elib, gap qila olmas qilib qo'ydi. Jin har qitim o'g'limga choplashsa, uni yaga yiqitib yetadi. Bolaning og'zini ko'pik chiqib, tishlari kirishib ketadi. Butun a'zoyi qetib qoladi. Shogirdlaringizdan jinni haydab etishni so'rgan edim, biroq ularning qo'ldan kamidi" dedi. "Ey e'tiqodsiz avlod, sizlar menga ishonguncha men sizlar bilan yana qanchalik birga bo'lishim kerak? Yana qachongacha bardoshlik beray?" dedi Hazreti İsa. "Bolani oldimga elib kelinglar." Ular bolani Hazreti İsa'ning oldiga elib keldi. Jin Hazreti İsa'ni ko'rish bilanla bolaning butun badanini tortishtirib etdi. Bola yiqilib, og'zidan ko'pik chiqib, yerda yumlashga boshladi. Hazreti İsa bolaning otasidan, uning beshiga bu kun kelganiga qanchalik vaqt bo'ldi deb so'radi. Kichigidan tortib shundoq, jin uni yo'qotish uchun ko'p qitim o'tqa va suvga tashildi. Qo'lingizdan kelsa, bizga shafoat qilib, holimizga yetkaysiz, dedi bolaning otasi. "Siz nemishqa qo'lingizdan kelsa deysiz? Ishonchi bor bo'lgan odamga hamma ish mumkin", dedi Hazreti İsa uningga. "Ishonchim bor, lekin ojiz. Ishonchimni kuchaytgaysiz", dedi bolaning otasi shu an. Hazreti İsa xaloyiqning yugurishib kelganligini ko'rib, jinni ayblab, "Ey odamlarni g'os va g'och qiladigan jin, buyruq qilamanki, bolaning tenidan chiq, ikkinchi kirguchi bo'lma", dedi. Shuning bilan jin bir faryod ko'tardi-da, bolaning badanini qattiq tortishtirib, uning tenidan chiqib ketdi. Bola
o'likdek jim bo'lib qoldi. Bu yerdiklarning ko'pchiligi bolani o'ldi deyishdi. Lekin Hazrati Ayso bolani qo'lini tutib turg'izganda, bola o'rnidan turdi. Hazrati Ayso uyga kirib, shogirdlari bilan yolg'iz qolganda, ular uningdan biz nima uchun jinni haydiyanmidik deb so'rashdi. Hazrati Ayso ularga bu xil jinni faqat duo bilanla haydigili bo'ladi deb javob berdi. Ular bu yerdan ayrilib, Galiliya o'lkasi orqali yurib ketdi. Hazrati Ayso o'zining qayerda ekanligini hech kimning bilishini xohlamadi. Chunki u shogirdlarga ta'lim berayotgan bo'lib, o'zi haqida inson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirilib o'ldirildi. Lekin o'ldirilib 3 kundan keyin tiriladi degan edi. Shogirdlar bu so'zlarni tushunmadi. Biroq Hazrati Aysodan so'rashqimi betin oldi. Ular Kapernaum shahriga keldi. Uyga kirgandan keyin Hazrati Ayso shogirdlaridan yo'lda nima to'g'risida talash-tortish qilishdinglar deb so'radi. Ularning hech qaysisi zuvan surmadi. Chunki ular yo'lda kimning eng ulug' ekanligi to'g'risida talash-tortish qilishgan edi. Hazrati Ayso o'ltirib, 12 shogirdini yeniga chaqirib ularga kim oldinqisi bo'lishni xohlasa, eng oxirgisi va hammalarning xizmatkori bo'lsin dedi. Ondan u kichik bir bolni o'ttirda turg'izdi va uni quchog'iga elib turib, ularga mundaq dedi. Kim meni deb bundaq kichik bolni qabul qilsa, u meni mo qabul qilgan bo'ladi. Kim meni qabul qilsa, u menili emas, balki meni avatguchini qabul qilgan bo'ladi. Yuhanna Hazrati Aysoga, "Ustoz, sizning nomingiz bilan jinlarni haydayotgan birsini ko'rdik, lekin u bizga o'xshash, sizga agashmaganligi uchun uni to'sdik" dedi. "Uni to'smanglar", dedi Hazrati Ayso. "Chunki mening nomim bilan mo'jiza yaratgan kishi orqadinlar mening ustimdan yomon gap qilmaydi. Bizga qarshi turmaganlar bizni qo'llaganlardir. Bilib qo'yinglarki, qutqizuvchi Masihga mansub bo'lganlar uchun sizlarga hatto birorchina suv bergan kishimi jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi. Kim Bana itiqad qilgan bunda kichiklarning birini gunohga ozdursa, shu odam uchun aytganda, bo'yniga yo'g'on tugma tesh isilgan holda dengizga cho'ktirilgini afzal. Agar qo'ling seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. Ikki qo'ling bu holda do'zaxga, mangu o'chmas o'tga kirganingdan ko'ra, cho'loq holda mangulik hayotga erishgining afzal. Agar putung seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. Ikki putung bu holda do'zaxga tashlanganingdan ko'ra, to'ku holda mangulik hayotga erishgining afzal. Agar ko'zing seni gunohga ozdursa, uni o'yib tashla. Ikki ko'zing bu holda do'zaxga tashlanganingdan ko'ra, birli ko'zing bilan bo'lsa-mu, Xudoning podshohligiga kirgining afzal. Do'zaxda qurt qo'ng'iz o'lmaydi. Yolqulluq o't o'chmaydi. Her bir qurbonlik tuzlangandek hamma odam o'tdan o'tadi. Tuz yaxshi narsadir. Biroq tuz o'z kuchidan qolsa, uni qandoq asliga keltirgili bo'ladi. Shuningga o'xshash, sizlarmu tuzdek bo'lib, oranglardagi inoqlikni saqlanglar.